يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjal haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Dajjolmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Dajjal shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlarda birida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdida, Yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning o'sha tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'laridan biriga kirishdi. Umar ibn Hattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek daraxtning orqasiga o'tardi deydi, ozgina turib, ya'ni yugurib borib narigi daraxt orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Birov ko'rib qolmasindek ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi, yana ozgina turib yugurib narigi daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, birov ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofining ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurriylar ovozlarini eshitib turadi, ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Boyagi bir narsani o'qimoqchi bo'lganda diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uyidan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasini ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunday uyg'onadi-da, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, agar uyg'otmay turganida buni Dajjolmi, Dajjol emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofi" dedi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofi aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh. Ya'ni 12 yashar bola payg'ambarimizga aytayotgan gapini ko'ring. Vaholanki Yahudilar bilardi payg'ambarimiz haqiqiy rasul ekanligini. Lekin Yahudilardan bo'lmagani uchun iymon keltirishmagan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam amantu billahi va rasulih, amantu billahi va rasulih dedi. Buni savoliga. Allohga va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. Allohning va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiga qarab turib, "Ey Sofi" dedi. "Men ichimda bitta so'zni yashirdim. Bilasanmi shu qaysi so'z?" dedi. Sofi diqqat qilib turdida, "Ad-duh, ad-duh" dedi. Rasululloh ovozingni o'chir, uningni o'chir, haddingni oshma, ovozingni o'chir dedi. Cho'chib ketdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida turgan Umar: "Ya Rasululloh, nimani yashiruvdingiz? Nimaga bunaqa bir qattiq keskin javob berdingiz?" deganida, "Men unga" deydi, "duxon, tutun degan so'zni yashiruvdim" deydi. U mana shu duxon degan so'zni yarmini tushungan edi. Payg'ambarimizning dilida turgan so'zni yarmini shunday topgan edi. Shunda payg'ambarimiz hali duxon deb aytmasdan turib, "ad-duh" deyishligiga shart to'xtatib turib, "Uningni o'chir, haddingni oshma" dedi. Shunda Umar: "Ya Rasululloh, ruxsat bering, chof tashay kallasini buni" dedi. Rasululloh Umarga qarab: "Ey Umar" dedi, "uni tinch qo'y" dedi. "Agar u haqiqatan Dajjal bo'lsa, sen hech narsa qila olmaysan. Agar Dajjal bo'lmasa, uni o'ldirganlikdan senga hech qanday manfaat yo'q" dedi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Sofi ibn Sayyod o'rtasida bo'lgan mana shu voqea butun musulmon o'rtasida tarqab ketdi. Hamma Sofi ibn Sayyoddan ehtiyot bo'ladigan bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida Umar ibn Xattob Allohga qasam, Sofi ibn Sayyod dajjoldir desa, Rasululloh eshitardilar-da, indamasdilar. Ya'ni bir ajib qissaki, Rasululloh davrida bor deyilyapti bu kishi. Sofi ibn Sayyod mana shunday bir payg'ambarimiz bilan bo'lgan shu ishidan keyin mana aytdik, odamlar undan ehtiyot bo'ladigan bo'lishdi. Sofi keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin yoshda edi, boy bo'ldi, serfarzand bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dajjolni sifatlaganida aytardilar, uni zurriyoti bo'lmaydi. Ya'ni orqasidan qoladigan farzandi bo'lmaydi degan edi. Tug'mas bo'ladi degan edi. Ibn Sayyod katta bo'ldi, boy bo'ldi. Payg'ambarimiz uni ko'zini g'ilay bo'ladi degan edi. Ko'zi soppa-sog' edi. Farzandlari ko'paydi. Rasululloh vafotidan keyin Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar bilan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bilan Sofi ibn Sayyod Madinaning tor ko'chalarida shuni to'qnash kelib qolishdi. Ibn Umar shunday qarasa, o'ng ko'zi xuddi siqilgan uzumni donasidek qurib qiyshayib qolgan edi. Xuddi payg'ambarimiz dajjolni sifatlab, uni o'ng ko'zi g'ilay bo'ladi, qurigan uzum donasidek qurigan qiyshaygan holda bo'ladi degandek, ko'zi mana shunday holatga kelib qolgan edi. Shunda Ibn Umar ko'rib qo'rqib ketdi-da, Ibn Sayyod dedi. Qachon ko'zing bunaqa bo'lib qoldi seni? U aytdi, bilmayman dedi. Ibn Umarning oldida bir qancha bir ashablari bor edi. Ko'zing o'zingni boshingda turib, qachon shunday bo'lib qolganligini bilmaysanmi deb achchiq qilgan paytda bu Ibn Sayyod aytdiki, agar dedi, Alloh xolasa meni bu ko'zimni seni qo'lingdagi tayog'ingga o'xshatib, tayog'ingning uchiga ham tushirib qo'yishi mumkin dedi. Qo'lingdagi hassani uchiga meni ko'zimni tushirishi mumkin deganida Ibn Umar shunday g'azabi chiqdi-da, g'azablangan holda tayoq bilan opasi Hafsa binti Umarga kelib aytadi. Ya'ni Hafsa onamiz payg'ambarimiz ayoli, Abdulloh ibn Umarning opasi. Shunda Hafsa onamiz aytadiki, Sofi bilan nima ishing bor deydi. Uni tinch qo'y. Axir dajjol odamlar orasida oddiy yashab yurib, bir qattiq g'azablangandan keyin dajjol bo'lib ketishligi haqida payg'ambarimiz aytgan so'zlarni eshitmaganmisan? G'azablantirma uni dedi. Ya'ni unga bo'lgan odamlarning shubhasi, unga bo'lgan bir ehtiyotkorlik yana ham ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz aytgandaqa ko'zi dajjolni g'ilay ko'ziga o'xshab qolgan edi. 12 yasharida uni dajjolda payg'ambarimiz gumon qilar edi. Umar qasam ichsa payg'ambarimiz indamas edi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin mana Imom Muslimda keltiradi hadis Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Qissani davomi bundan ham ajib. Dajjol kofir bo'lardi. Sofi musulmon bo'ladi keyin. Musulmon bo'ladi, boy bo'ladi, serfarzand bo'ladi. Haj qilib, hajdan, ana shu haj karvoni bilan birga qaytib kelar ekan, Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu aytadi, karvonda birga kelar ekanmiz, dam olgani to'xtadik. Men o'zim yuklarimni tushirdim, daraxtning salqiniga borib o'tirdim. Sofi ibn Sayyod ham hajdan kelardi biz bilan musulmon holatida. Yuklarini tushirdi, kelib men oldimga o'tirdi deydi. Lekin yonimga o'tirganda bir sovuq ter chiqib ketdi mendan. Ya'ni u odamlar u haqida gapirayotgan yomon gaplarni bir esladimda, haligindan bir vahshatga tushdim deydi. Kelib oldimga o'tirganda, shu meni yonimdan nandiroqqa bosin degan maqsadda, "Ey Sofi, yuklaringni salqinga olib qo'ysang bo'lmasmidi? Optoda qolsa yaxshi bo'lmaydi" deb o'zidan nari qilmoqchi bo'ldi. U o'rnidan turdi, yuklarni qo'ydi, tuyasini sog'ib, sutdan olib kelib Abu Said al-Khudriga tutyapti. O'zi mendan nari bo'lsin deb qilsa, bu endi sutini olib kelyapti. "Ey Abu Said, bundan ichmaysizmi?" dedi. Desa, "Yo'q" dedi, bahona qilib. O'zi kun issiq, yana sut ham issiq, ichkim. O'zi deydi, uni qo'lidan ichkim kelmayapti deydi. Ibn Sayyod yonimga o'tirib tushundi nima uchun ichmayotganligini. Aytdiki, "Ey Abu Said, shunday bir holatlar bo'ladiki, arqonni olib daraxtga ilib o'zimni osib qo'ygim keladi. Hayotdan zerikib ketib, o'zimni o'ldirgim kelib ketadi" dedi. Nimaga dedi? Odamlar men haqimda gapirgan gaplarni eshitib turib yashagim kelmay qoladi hayotda dedi. Agar kimdir g'ofil bo'lsa ham, sizlar ansorlar payg'ambarimizning so'zlarini eshitgansizlar u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan, zurriyoti Madinada qoldi. Dajjolni kofir bo'ladi degan, men musulmonman. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi degan. Mana Makkada borib hajni qilib Madinaga qaytib kelyapman. Nimaga endi
meni dajjol deyshadi odamlar dedi. Shunda Abu Said al-Xudri haqiqatdan nimaga unaqa? Payg'ambarimiz bu aytgan alomatlari bittasi ham to'g'ri kelmayapti-yu, dedimda bir noqulay ahvolga tushdim. U Sofi ibn Sayyod so'zini davom ettirib aytdiki, men dajjol emasman, lekin dajjolda qaydaligini bilaman. Otasini ham taniyman. Deganida Abu Said qo'rqib ketdi-da, "Nari bo'l men, nari bo'l" dedi. "Kuning qurisin" dedi. "Nari bo'l mendan" dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Sofi" dedi, "Agar dajjol bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar dajjol bo'lsang deganda, agar menga taklif qilinganda dajjol bo'lishlik, men yo'q demas edim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyning qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan Fatima bint Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dariy roziyallohu anhudan. Tamim ad-Dariy Nasroniy dinida bo'ladi. Islomga kiradi. Kunlarda birida Fatima bint Qays aytadi, Madinada as-solatul jamiya, as-solatul jamiya, jamoat namoziga chaqirdi eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirilardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa, bo'lib berishlik uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqiradi. Zarur ish bo'lsa chaqiradi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidik deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida, kulib turib, men sizlarni bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan hech qanaqa o'ljam ham yo'q dedi. Faqat meni oldimga Tamim ad-Dariy keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, men sizlarga dajjol haqida aytgan gaplarimga tamomiy to'g'ri keladi dedi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dariy aytadi: "Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganligimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rgan emasmiz. Kimsan, nimasan deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. Men jassosaman dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohning oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar dedi. Men jassosaman dedi. Bu qanaqa javob? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi, "Ali jassosa. Ana bu dirda" dedi. Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytiladi. Ana bu dirda sizlarni xabaringlarga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik, bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan nihoyatda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'yilgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga "Sen nimasan? Kimsan?" deb so'raganimizda u aytdiki, "Meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holinglardan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimliginglar demasdan ketib qolsanglar men jila olmayman. Lekin men chetga keta olmayman. Avval sizlar aytinglar" dedi. Ular "Nimani so'raysan?" dedi. Ular aytdi, "Bisan haqida xabar beringlar" dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. Bisanda nimasi kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha, u xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular "Ha, bor" dedi. Suvi serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda, Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suvi serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U bulog'ning suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga
ummiylarning, savodsizlarning nabiysi haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Makkadan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshar bola hali bu paytda. Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qiyshayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamimid davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga? Aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbarga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avsud Dariyda aytgan qissasi, Rasulullohda burun u haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yoshar yosh bola singari. Ya'ni shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan bizning aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Soyatni oxirini gapirib qo'yaylik. Sofi ibn Sayyod umrining oxirgi vaqti bo'lganda birorta bolasi qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyat qolmaydi deganda to'g'ri keldi. Ko'zi qiyshagani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi o'rtasida Harro urushi bo'ldi. Madina ahli bilan billa Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham, o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taolaning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjal xususidagi darsimizni ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يا بلبل الأغصان غرد مدى